Tushda yuzingiz kuyib qolsa, nimani anglatadi? Agar siz tushingizda yuzingiz kuyib ketganini ko'rsangiz, bu odatda hayotingizdagi tashvishlar, uyat yoki xato qilganingizni his qilishingiz bilan bog'liq. Agar siz og'riq yoki achish his qilayotgan bo'lsangiz, bu ichki uyat, xavotir yoki atrofdagilarning fikridan qo'rqishingizni bildiradi. Agar yuzingiz qizarib yoki kuyib turgandek bo'lsa, bu sizning ichki hissiyotingiz kuchli ekanini va e'tibor talab qilayotgan masalangiz borligini bildiradi. Xulosa qilib aytganda, bu tush ichki uyat, stress va hayotdagi noqulay holatlar bilan bog'liq ogohlantirishdir. Haqiqiy jismoniy ziyon emas. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.